Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolari Yangi yil bayrami atrofida ketma-ket 4 kun. Barcha ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5 va 7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Vulkan salomatlik manbai. Diqqat qiling, yangi yilda dam olish kunlari uzaytirilishi mumkin. O'zbekistonda yangi yil dam olish kunlari 4 kun ketma-ket bo'lishi mumkin. Bu haqida Bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi taklif bilan chiqdi. Hozirda 31 dekabr, 2 va 3 yanvar ish kunlari hisoblanadi. Agar bu tashabbus qo'llab-quvvatlansa, fuqarolar uchun uzoq dam olish kunlari taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Yangi yil bayramida 5 kun ish haftasida ishlaydiganlar ketma-ket 6 kun, 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar esa 5 kun dam olish imkoniyatiga ega bo'lgan edi, deyiladi ma'lumotda.